İstisqa, yağmur tilashga munosabatlik ahkamlar. Abdori Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Istisqa, yağmur tilash arab tilida sug'urishni talab qilmoq, yağmur yog'dirib berishni tilamak deganlik bo'lib, fiqh istilohida qurg'oqchilik sababli suvga muhtoj bo'lganda bandalarning Allohdan yağmur tilashidan iboratdir. Hukmi sunnati muakkida bo'lib, shahar sirtidagi maydonlarda yoki jamialarda azan takbirsiz qilinadi. Faqihlarning ba'zisi istisqa faqat duo bilan bo'ladi degan. Ya'ni ba'zilar namoz bilan birga duo qiladi degan. Ya'ni ba'zilar namoz bilan duo qiladi hamda xutba o'qiydi degan. Namozni odatdagi namozdek 2 rakat o'qisimi, hayit namozidek o'qisimi bo'ladi. Ko'plagan olimlar qurg'oqchilikning mo'lchilikqa aylanishini umid qilib, istisqoda kiyimning ustini ostiga, ostini ustiga yoki ichini teshiga, teshini ichiga va yoki oldini orqaga, orqani oldiga qilib o'rish mustahab degan. Ularning ba'zilari kiyimni qiblaga qarab duo qilganda o'raydi desa, yana ba'zilar xutbada o'raydi degan. Ma'lumki, qurg'oqchilik bo'lganda yağmur yog'dirish inson qo'lidan kelmaydigan bir ish. U faqat hammaga qodir bo'lgan Allohning ilkidagi ish. Shunga yağmurni qudrat egasi bo'lgan Allohdan tilash orqali qiyin ahvoldan qutulish yo'lga qo'yilgan. Istisqa Qur'on Karimdagi 71-sura 10-12 oyatlar va barliq musulmonlarning birdek ijmosi bilan isbotlangandir. Onun hükmü ta'kidlangan sunnat bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tashlamay qilgan va undan keyin sahobalari va barliq musulmonlar qilgan. Faqihlarning ba'zisi istisqa faqat duo bilan bo'ladi degan. Ya'ni ba'zilar namoz bilan birga duo qiladi degan. Ya'ni ba'zilar namoz bilan duo qiladi hamda xutba o'qiydi degan. Bu ahvollarning hammasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan. Xutbada namozdan ilgari o'qisimi, keyin o'qisimi bo'ladi. Ikkiga bo'lib qilsimi bo'ladi. Xutbada Alloh taologa hamdusana, takbir va istig'forni ko'p aytadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga durud o'qiydi. Keyin duo qilganda qibla tarafga qarab, qo'lini ko'tarib duo qilib Allohga yellanadi. Duoning bir qismini ichida, bir qismini o'llik qiladi. Namozni odatdagi namozdek 2 rakat o'qisimi bo'ladi. Yoki hayit namozidek 1-rakatda 7 takbir, 2-rakatda 5 takbir bilan o'qisimi bo'ladi. Namozda xohlagan oyatlarni o'qisa bo'ladi. Oyatlarni o'nlik o'qiydi. Istisqa namozini har kim o'z oldiga yolg'iz o'qisimi bo'ladi. Jamoat bilan o'qisimi bo'ladi. Namoz bilan istisqa qilish, namoz o'qish makruh bo'lgan chog'lardan boshqa har qanday vaqtda bo'laveradi. Ammo faqat duo bilan istisqa qilish bo'lsa, har vaqt joizdir. Istisqoga taqvodor salih kishilarni elib chiqib, shularning ismini atab Allohga yelinsa bo'ladi. Chunki sahobalar shunday qilgan. Istisqo shahar sirtidagi ochiq yerga chiqib o'qiladi. Masjiddami o'qiladi. Istisqodan burun imom yoki hokim bir kunni bekitib kishilarga istisqoga chiqish haqida vaz-nasihat qiladi. Ularni gunohlardan tavba qilishga, boshqalarning haqqini qaytarishga, sadiqa ihson qilishga, o'zaro adovatni tugitishga, taat ibodatga yuzlanishga, 3 kun roza tutishga buyuradi. Chunki osiylik qurg'oqchilikning, taat ibodat barakatning sababidir. Kishi istisqoga chiqqanda tishini cho'tkilab, yo'yinib chiqishi, yangi kiyim kiymay odatdagi kiyimi bilan chiqishi, o'zini tuvan tutib piyoda meng'ishi, Allohdan qo'rqqan va Allohga yelingan holda chiqishi mustahabdir. Istisqoga yashangan buvay momaylarni, sabiy bolalarni, ojiz bechoralarni va mol uloqlarni elib chiqsa yaxshi bo'ladi. Chunki Alloh shularni deb bo'lsa-mu yağmur yog'dirishi mumkin. Ba'zi olimlar istisqoga musulmonlardan boshqalar chiqmaydi desa, yana ba'zilar ularning chiqishi makruh, chiqib qolsa to'sishga bo'lmaydi degan. Ko'plagan olimlar qurg'oqchilikning mo'lchilikqa aylanishini umid qilib, istisqoda kiyimining ustini ostiga, ostini ustiga yoki ichini teshiga, teshini ichiga va yoki oldini orqaga, orqani oldiga qilib o'rish mustahab degan. Ularning ba'zilari kiyimni qiblaga qarab duo qilganda o'raydi desa, yana ba'zilar xutbada o'raydi degan. Istisqa namozi o'qiyotgan chaqda yağmur yog'ishga boshlasa, namozni o'qib etib, Alloh taologa shukr aytib qaytsa bo'ladi. Namoz o'qishdan burun yağmur yog'ib qolsa, namoz o'qimayla Alloh taologa hamd sana aytib qaytadi. Istisqa qilgandan keyin yağmur yog'masa, istisqani qayta takrorlaydi. Duoda qattiq yelinadi. Olimlardan ba'zilar istisqa 3 kundan ortiq takrorlanmaydi desa, yana boshqalar toki yağmur yoqqich takrorlandi degan. Istisqoda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelganidek: "Ey Alloh, bandalaringni va chorvalaringni sug'argan, rahmatingni yoygan, o'lik zamonini tirildirgan. Ey Alloh, bizga azob va ofat yağmuri emas, rahmat yağmuri yog'dirgan. O'ylarimizga emas, bog' etizlarimizga va atrofimizga yog'dirgan.
Ey Allah, bizni qurg'oqchilikdan qutqazadigan, ziyon urmaydigan yomg'ir bilan sug'arg'in. Bizni ümidsizlardan qilmag'in. Ey Allah, bandalar, mol chorvalar, yezi qishloqlar qiyin ahvolda qoldi. Dardimizni sang'ini to'kimiz. Ey Allah, bizni osmonning barakatidan sug'arg'in. Zaminning barakatidan ziroatlarimizni o'stirib bergin. Ey Allah, bizdan och yalang'ochlik va baloy ofatlarni ko'tarib o'tgin. Uni sendan boshqasi ko'tarib o'tolmaydi. Ey Allah, sendan gunohlarimizni kechirib o'tishingni so'raymiz. Sen haqiqatan mag'firat qilg'uvchisan. Bizni kechirgin. Mo'l yomg'ir yog'dirib bergin deb duo qiladi. Yoki o'zi bilgancha mushundoq mazmunda duo qilsa bo'ladi. Duoning oldida, orasida va oxirida ko'plab istig'for aytadi. Istisqodan keyin yomg'ir ko'p yig'ib ziyon bo'lsa, yomg'irning to'xtashi uchun duo qilsa bo'ladi. Anas ibn Malik raziyallohu anhu so'zlab berganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juma kuni o'ri turib xutba so'zlayotganda bir odam Umarning qarziga hisoblab setilgan uy tarafidagi eshikdan kirib, Rasulullohga qarab, "Ey Rasululloh, malvarallar halok bo'lib ketyotadi. Ularlar ojizlab ishga yaramas bo'lib qolyotadi. Allohga duo qilgan bo'lsalar, bizga yomg'ir yog'dirib bersa" degan edi. Rasululloh ikki qo'lini ko'tarib, "Ey Alloh, bizni sug'arg'in. Ey Alloh, bizni sug'arg'in. Ey Allah, bizni sug'arg'in" deb duo qildi. Alloh bilan qasamki, Rasululloh duo qilgan chaqda biz osmonda biror parcha bulut yoki tutuqliqni ko'rmagan edik. Biz bilan sal'iy tag'ining oralig'ida uy imoratlarimi yo'q edi. Tag'ining kaynidan qalqonga o'xshash cho'ng bulut chiqib, osmonning o'ttirsig'i kelganda tarqalib yomg'ir quyuvatdi. Alloh bilan qasamki, biz 6 kun quyoshni ko'rmadik. Keyingi jumada Rasululloh o'ri turib xutba so'zlayotganda bir odam ashu eshikdan kirib Rasulullohga "Ey Rasululloh, yomg'ir dastidan malvarallar halok bo'lib, yo'llar buzilib ketdi. Allohga duo qilgan bo'lsalar, yomg'irni to'xtatgan bo'lsa" dedi. Rasululloh qo'lini ko'tarib, "Ey Alloh, ustimizga emas, atroflarimizga yog'dirib bergin. Ey Alloh, to'biliklarga, do'nglarga, vodi tuzlanliklariga va yayloqlarga tushirib bergin" deb duo qildi. Shuning bilan yomg'ir to'xtab, havo ochildi. Biz chiqib, kun nuri ostida mangdiq. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Sajiya Islom tadqiqot markazi